Yakkasaroy City Mall'dan eng hamyonbop narxda 3 xonali uyni birgalikda ko'ramiz. Bu zalimizning ko'rinishi, ahamiyat beringlar, uyimizning remonti bor va mebel texnikalari bilan birgalikda sotiladi. Podyezddan kirishingizda mana shunaqa chiroyli yo'lagi stroyni shkoplarga chon qilingan, to'g'riga kiradigan bo'lsa, kuxnyasi, bolajonlar uchun qilingan xona, spalnya xona, bu yerda esa zalimiz. Bu yoqqa kiradigan bo'lsa, kuxnyaga kirib kelamiz. Ahamiyat bering, hamma narsa, даже televizorlarga chon qo'yib qo'yilgan. Bu yoq tomonda konditsionerlarga chon bor, stullardan muammosiz. Mehmoninglar kelgan taqdirda ham maza qilib o'tirishliginglar uchun ham joy bor. Bu yoq tomonda esa bolajonlar uchun qilingan xonasi. Hozir men sizlarga yana bitta manzarani ko'rsataman. Balkonchasi ham bor, kichkinagina. Balkondan shunday chiqsanglar, mana shunaqa chiroyli manzaraga ko'zinglar tushadi. Farzandinglar pastda o'ynagan taqdirda ham maza qilib masjiddan kuzatib tursanglar bo'ladi o'rtoqlar. Endi bolajonlarning xonasidan chiqyapmiz. Dalshi bu yoq tomonga kiradigan bo'lsa, katta spalnaga kirib kelamiz. Televizorlardan tortib o'tdi ham konditsionerlarga chon qo'yilgan. Ko'ryapsizlar, o'rtoqlar, hamma sharoitligi bor. Bu uyni sotib olib, maza qilib yashasangiz bo'ldi. Bu yoq tomondan chiqyapmiz, qaranglar. Stroyni shkoplarni cho'tki qilib yasatib qo'yilgan. Baribir o'zimizning nima deydi, o'zbekchilikda kiyim-kechigimiz ko'p bo'ladi. O'shaning uchun bemalol, bexijolat joylashtirib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda sanuzelimiz razdelniy. Bu yoq tomonda hojatxonasi, bu yerda esa vannasi, ko'ryapsizlar, kir mashinalargacha qo'yib qo'yilgan variant. Hurmatli kuzatuvchilar, bu uyimizda Yakkasaroy City Mall'da joylashgan 3 xonali, 3-qavatda, jami 10 qavatli novostroykada. Kadastr bo'yicha 90 kvadrat ko'rayotganinglardek tayyor mebel texnikalari bilan shundoq kirib yashashga tayyor uyimizning narxini $149,000 so'rayapmiz. Любой joydan so'rab surishtirsanglar ham bunaqa narxda mana shu joyi o'zidan topa olmaysizlar. O'rtoqlar, bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Raqamimiz turibdi, bemalol aloqaga chiqsanglar, joyi ko'rsatib baraka qo'ramiz.